Assalomu alaykum qarindoshlar. Biz oldingi darslerimizde bunda iki muhim nuqtani ta'kidladik. Birisi bolalarning tubki ehtiyojining mehr-muhabbat ekanligini. Bu mehr-muhabbatning bolalarning o'sib yetilishida xuddi quyoshga o'xshash muhim ekanligini so'zladik. Ikkinchisi, bo'lib oldingi darsimizda qo'loli bilan safar degan darsimizda bolalarni tushunishni ota-onalarning samiga soldik. Endi inson tabiati nuqtasini aytgan vaqtda bolalarni yaxshi ko'rish, bolalarni suyish, bolalarga mehr-muhabbat ko'rsatish her qanday ata-onaning ichki hissiyoti, ya'ni inson tabiati bu. Ammo bolalarni tushunish undaq emas. Yana bir ata-onaga sen balangni yaxshi ko'rgin, balangni so'ygin, unga mehr-muhabbat his qildirgin deb ta'kidlashning hojati yo'q. Faqat to'g'ri usulda ifodaligin deb ta'kidlashning hojati bor. Ammo bolalarni tushunish hamma ata-ona qila oladigan ish emas. Şuna barlıq ata-onalar bolalarni yaxshi ko'rdi desak bo'ldi. Ammo barlıq ata-onalarni o bolalarni tushundi deyishimiz biraz aldıraqsan bir hüküm. Ama terbiye nuqtasini aytgan vaqtda bolalarga mehr-muhabbat ifodalash bilan bolalarni tushunishning muhimligi meningcha o'xshash o'rinda turadi. Biz bolalarni tushunishning muhimligini agar bolalarni tushunmasak qanday oqibat yuz berishi mumkin degan nuqtadan tahlil qilib baqsak meningcha texim yaxshi tushuna olamiz deb o'ylayman. Meningcha ikki nuqtaga yig'inchoqlash mumkin. Birinchisi, agar biz bolalarimizni yaxshi tushunmasak, bolalar bilan bo'lgan munosabatimizni buzib qo'yamiz. Bolalarimiz bilan mehr-muhabbatlik sağlam bir münasebet barpo qilolmaymiz. Balki insanlarda bo'lishi mumkin oldingi darslerimizda munosabatning, ya'ni ota-ona bilan bolalar o'rtasidagi munosabatning tarbiyaning asosi ekanligini so'zladik. Ya'ni oila tarbiyasi tegi takdin aytgan vaqtda ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi munosabat masalasi deganni qayta ta'kidladim. Ya'ni bu deganlik oila tarbiyasida yaxshi ota-ona va farzand munosabati bu tarbiyaning asosi va oldingi sharti. Agar tushunmasak qanday qildi degani yana bir o'qitish bilan tasavvur qilib boqaylik. Agar birov sizdan siz mashina haydashni bilmay turib mashinaning roliga chiqib olsangiz, nima ish bo'ldi deb so'rasa, siz chuqum qatnash hodisa yuz berdi deb javob berasiz. Chunki u mashina haydashni bilmaganligi chuqum qatnash hodisi keltirib chiqardi. Xuddi shunga o'xshash ota-onalarning bolalarini tushunmay turib ularga tarbiya qilaman deyishi, ularga bir narsa o'rgataman deyishi, ular bilan yaxshi munosabat barpo qilaman deyishi asosan xam xiyoldan boshqa narsa emas. Chunki tegi takdin aytgan vaqtda ota-onalarning bolalarni tushunmasligi deganlik ular bilan yaxshi munosabat qurolmasligi, ularga yaxshi tarbiya elib borolmasligi va ularga yaxshi narsa o'rgatolmasligi degandan boshqa narsa emas. Endi biz bunda bir misolni eslab boqaylik. Biz ota-ona bilan bolaning o'rtasidagi munosabatni qo'yib turib, o'zimizning boshlang'ich yoki to'liqsizligi holini bir tasavvur qilib boqaylik. Biz boshlang'ich o'qiyotgan vaqtda yoki to'liqsizligi vaqtida qaysi muallimning darsini eng yaxshi ko'ramiz? Menimcha biz Amroq muallimning darsini eng yaxshi ko'ramiz. Uning topshiriqlarini eng yaxshi ishlaymiz. Agar u muallimning darslaridan yaxshi olmay qolsak imtihonlarda, ko'nglimiz nihoyat yerim bo'lib ketadi. U muallimning ko'nglini ranjitib qo'yishni faqat xohlamaymiz. U muallimning oldidagi obrazimizning yaga tushib ketishini texmi xohlamaymiz. Nima ishqa? Munosabatimiz yaxshi bo'lganligi uchun. Biz u muallimni yaxshi ko'rganligimiz uchun har vaqt uning oldidagi obrazimiz bizga nisbatan intayin muhim. Obrazimizni saqlash uchun bo'lsa-mu, muallim topshirgan topshiriqlarni boshqa muallimnikiga qaraganda texmi diqqat qilib, texmi astoydillik bilan ishlaymiz. Aksicha, biz yoqtirmaydigan muallimlarning darsiga nisbatan butunlay boshqa muomala qilamiz. Topshiriqlarni bak astoydil ishlab ketmaymiz. U pallardan o'tolmay qolsaqmi, bak ko'nglimiz yerim bo'lib ketmaydi. Eng muhimi, u muallimning nazarida mening obrazim muhim yoki muhim emas deganda bak o'ylab o'tirmaymiz. Meni nim desa demamdi degan bir xil parvosizlik pozitsiyasida bo'lamiz. Demak, biz ota-onalar bilan bolalarning o'rtasidagi munosabatni oila tarbiyasining asosi desak, o vaqtda bolalarni tushunish bu asosning asosi. Ya'ni bu munosabatning asosi amaliyotda bolalarni tushunish. Amaliyotda ota-ona bilan bolalar o'rtasidagi munosabatlar emas, balki har qanday bir inson orasidagi munosabat, do'stlar orasidagi munosabat, er-xotin orasidagi munosabat, xizmatdoshlar orasidagi munosabat, hatto tijoratda sheriklar orasidagi munosabat chuqur birsi-birini tushunish ustiga qurilishi lozim. Agar birsi-birini tushunish ustiga qurilmagan har qanday ikki tarafli munosabat muqarrar ma'lum yoki bo'lgan vaqtda mag'lubiyat bilan oxirlashadi. Men yana bir misolni tasavvur qilib boqay. Bizda bir 15 yoshli bir o'g'limiz bor. Ya'ni to'liq so'zni bitirdi. Bir kuni kechlikda bu bolamiz maktabdan yongandan keyin qaytib kelmedi. Birdan keyin bizga telefon qildi. Dada, bugun saboqdoshlarim bilan birga bir musobaqa bor ekan, futbol musobaqasi. Shu yerga berib kelay deyishdik. Sana deb qo'yay dedim, dedi. Shuning bilan siz nima deyapsiz? U musobaqa o'ynaydigan yer nihoyat yiroq.
o'zing yolg'iz berib kelolmaysa, darhol qaytib keldingiz. Shuning bilan bu bolangiz yana "Dadam, men o'zim yolg'iz emas, do'stlarim bilan birga boraman" dedi. Ammo siz "Yo'q, qaytib kel, bugun borma" dedingiz. Shuning bilan bolangiz "Ma'qulamsa" deb telefonni qo'yibdi. Birden lekin uyga kirdi. Qarasangiz balangizning chiroyini aytib sulg'un, ko'ngli yerim. Sizga bek qarg'usim yo'q. Eshikni ochdi, kirdi, o'zining hujrasiga kirib ketdi. Shuning bilan siz keyinga kirib, "Nima bo'lding?" deb so'radingiz. Balangiz chiroyini ochmay, "Hech nima bo'lmadi" deb javob berdi. Shuning bilan sizning sal achchig'ingiz keldi. Bu hajib men bilan takallashgan bo'lib qoldi. Menga sal cho'ngchilik qilyapti-ya deb o'ylab qolishga boshladingiz. Shuning bilan balangizning bu inkosi sizning texmi chingizga tegdi va sizning texmi achchig'ingiz kelishga boshladi. Amaliyotda siz balangizning bu harakatini qanday tushundingiz? Siz buni balangizning 12-13 yoshlik vaqtiga solishtirasiz. Bu bola burun hajib bunday emasdi. Derhal kel desem keldi, maktabdan kech qolmaydi. Men bilan bunda takallashmaydi. Hajib nim bo'ldi bu yo'g'inab qapta, bu haddidan ishga boshladi deb o'ylashga boshladingiz. Siz bunda o'ylaganligingiz uchun cho'qim buning toza bir tanavini tatib qo'ymasam, o'zining haddini bildirib qo'ymasam bo'lmaydi ekan degan xulosani chiqarasiz. Shuning bilan siz bu xulosani chiqargandan keyin, buningdan keyin balangizning sizning fikringizga o'xshamaydigan har qanday bir fikri yoki ma'lum bir e'tirozi yoki boshqacha qarashi xuddi sizga maqsadlik isyon qilayotgandek, siz bilan qirishayotgandek ta'sir berishga boshlaydi. Shuning bilan texmi achchig'ingiz kelishga, texmi oson chiqishga boshlaysiz. Amaliyot sizning bu tushunchalaringiz to'g'rimi? To'g'ri emas. Amaliyotda tegi takdidini aytganda sizni bu yerda achchig'iltib etgan, sizni chiqishib etgan haqiqiy sabab balangizning siz bilan takallashishi emas. Balki balangizning shu takallashiga sizning yuklagan ma'noyingiz sizni haqiqiy achchiqlatgan narsa shu. Ya'ni sizning buni tushunish usulingiz. Siz buni balangizning menga o'kti qo'pishi, menga isyon qilishi, haddidan ishishi, o'zini cho'ng tutishi degandek ma'nolarni tushundingiz. Shunlashqa bu sizning achchig'ingizni keltiradi. Agar siz balangizdagi bu xuyo'nishning 15-16 yoshlik bolalarning mustaqillik ehtiyojini qondirilmasligi va qabul qilinmasligidan kelganligini, u kuni uni haqiqiy ko'ngli yarim qilgan narsaning musobiq ko'rinmasligi emas, balki o'zining talabining do'stlarining orasida oshkora rad qilinganligidan kelgan bir xil kamsitilish tuyg'usi ekanligini, yoki mushu tuyg'uning uning xuyo'lanishiga sabab bo'lganligini tushunasiz. Yana texim bir qadam ilgarilab, balangizning "Aytsa maktabga borsam, mushu do'stlarim meni nima deb qolar?" deydigan narsadan qo'rqayotganligini tushungan bo'lsangiz, siz yana unga qattiq imkon qaytarolmadingiz. Menimcha noto'g'ri. Demak, bu yerda siz balangizning sizga ifodalagan o'sha harakatlarini xato tarjima qilib oldingiz va bu xato tarjimalar asosida balangiz bilan bo'lgan munosabatni buzadigan xato inkoslarni o'tirib qo'ydingiz. Endi bolalarni tushunmaslikning ikkinchi ziyni ota-onalarning bolalarga qaratgan tarbiya usulida ko'riladi. Ya'ni to'g'ri ilmiy tarbiya usuli qo'llanmaymiz. Chunki bolalar bir mustaqil birlik. Ularning o'rganishi, yodlashi degandek zihniy faoliyatlari amaliyotda ularning o'sib yetilish taraqqiyoti bilan zich munosabatlik. Agar ularga qaratilgan tarbiya usulimiz ularning o'sib yetilishi bilan birdek bo'lmasa, ya'ni shu tushunish ustiga qurilmasa, o vaqtda biz nurg'un xatoliklarni sodir qilamiz. Masalan deylik, 2-3 yoshli bolalarga nisbatan agar ular Shaparang polvonning kinosini ko'rsa, dunyoda Shaparang polvonning boy ekanligiga, ba'zi insonlarning ushlaydiganligiga, hatto otlarning ushlaydiganligiga, otlarning qanotligiga, kartonlarni ko'rsa, hayvonlarning gap qila oladiganligiga haqiqiy ishindi. Ular xiyoli bilan real olamni to'liq ayira olmaydi. Bunday yoshdagi bolalar agar birisi bir gap qilsa ota-onasiga, nurg'un ota-onalar "Bolam yolg'on aytdi" deb o'ylab qoldi. Ya'ni "Bolam yolg'onchi bo'lib qopti. Bolam menga yolg'on gap qildi" deb o'ylaydi. Amaliyotda u bola yolg'on bilan rostni to'liq ayira olmaydi. Agar siz uni yolg'on aytdi deb qarasangiz, shuning bilan bolangizga sal eshib ketgan imkonlarni qaytarishingiz mumkin. Masalan, yana bir misolni olaylik. Odatda bolalarning, 7-8 yoshli bolalarning diqqatini yig'ish vaqti odatda 10 minutdan 20 minut atrofida bo'ldi. Siz bolangizga uyda topshiriq yetakchilik qildingiz. Topshiriq yetakchilik qilish davomida bolangizning diqqati chechilib ketdi. Diqqatini yig'olmadi. Boshda yaxshi ishlagan bo'lsa, sal keyingi kelgan vaqtda yaxshi ishlayolmaslikka boshladi. Shuning bilan siz chechilishga boshlaysiz. Sen nimani xiyol qilyapsan? Sana o'yin bo'lsa bo'lamdi. Sen nima deb o'rganish qilgan vaqtda, topshiriq ishlagan vaqtda diqqatini yig'maysa deb bolalarni azorlashga boshlaymiz. Amaliyotda u bolalarning diqqatining taqilib ketishi, chechilib ketishi u bola maqsadli keltirib chiqargan ish emas, balki bolalarning shu biologik soatining muqarrar natijasi. Agar siz uni tushungan vaqtingizda siz u chechilishning naqadar behuda, naqadar xato ekanligini his qila olasiz. Shuning bilan
sizning tarbiya usulingiz yoki sizning o topshiriqqa yetakchilik qilish usulingizmi bolalarning o diqqat qonuniyatini nazarga olgan asosda elib beriladi. Masalan, yana bir misol, nurg'un ota-onalar bolalarining qiziqishi, tug'ma aloyidligi, tug'ma talantli degandek asli mavjud afzalliklarini faqat nazarga olmasdan ularni o'zi xohlagan kurslarga olib boradi. Mana mushularni amaliyotda bolalarni tushunmaslikning ifodalaridan iborat. Demak, bolalarni tushunish ularga to'g'ri tarbiya elib berishning oldingi sharti va asosi deymiz. Yig'inchoqlagan vaqtda bugungi darsimizni ikki nuqta bilan xulosalash mumkin. Birinchisi, agar bolalarimizni tushunmasak, bolalarimiz bilan bo'lgan munosabatni buzib qo'yamiz yoki sog'lom munosabat barpo qila olmaymiz. Ikkinchisi, bolalarimizga ilmiy to'g'ri tarbiya usuli qo'llanolmaymiz. Chunki tushunmaganligimiz uchun. Hammanglarga rahmat. Kanalimizga a'zo bo'lishni, tarqatib qo'yishni unutib qolmaysizlar.